Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bizni bugungi mavzuyimiz kimyo reaksiya tezligiga ta'sir etuvchi omillar, katalizator va ingibitor. Kundalik hayotimizda uchratishimiz mumkin bo'lgan temirni yillar davomida zanglaydi-yu, gugurt cho'pi 1 soniyada yonib ketadi. Ba'zi bir reaksiyalarimiz juda ham qisqa, ba'zi reaksiyalarimiz uzoq yillar davom etadi. Bunga javobni bugun amaliy mashg'ulotimizda ko'rib chiqamiz. Texnika xavfsizligiga rioya qilgan holatda laboratoriyamizni boshlaymiz. Bizga kerak bo'ladi qo'lqoplar, himoya ko'zoynaklari, turli o'lchamdagi stakanlar, aralashtirish uchun shisha tayoqchalar, xamir oshirtiruvchi, kartoshka bo'laklari, laboratoriyamizda mavjud 3% yoki 30% vodorod peroksidi. Laboratoriyamizni boshlaymiz. Kartoshka bo'lakchalarini birinchi stakanga solamiz. Ikkinchi stakanga xamir oshirtiruvchi solamiz. Uchinchi stakanimiz o'z holicha qoladi. Bunga katalizator ta'sir etmaganligini ko'rib chiqamiz. Birinchi stakanga kartoshka bo'laklari ustiga foizli vodorod peroksidimizni quyib olamiz. 3% dan foydalanishimizdan maqsad amaliy mashg'ulotimizga xassiz. Bo'ldi, jarayon boshlaymiz. Mana ko'rib turibmizki, katalizator o'z vazifasini bajardi. Kartoshkada katalaza fermenti borligi uchun vodorod peroksidni parchalar, erkin pufakchalar hosil bo'lmoqda. Xamir oshirtiruvchida biologik fermentlar faol bo'lganligi uchun vodorod peroksidni parchalar, erkin kislorod gazi hosil bo'lmoqda. Uchinchi stakanimizda bu katalaza fermentda ta'sir etilmaganligi uchun o'z holida qoldi. Katalizator reaksiyani tezlatib beruvchi, lekin o'zi sarf bo'lmaydigan modda hisoblanadi. Hozir buni hayotiy misollardan ovqat hazm qilish jarayonida ko'rishimiz mumkin. Bu fermentlar katalizator vazifasini bajaradi. Bu fermentlar bo'lmaganda hazm qilish uzoq davom etgan bo'lardi. Katalizatorga teskari jarayon ingibitor reaksiyasini ko'ramiz. Bu natija uzoq kutilganligi uchun 3 kun oldin tayyorlab qo'ygan natijamizni ko'ramiz. 3 ta probirkaga teng massali mixlarni solib olganmiz. Birinchisi oddiy suv. Ikkinchisida tuzli suv, natriy xlor. Uchinchisida yog'. Bu oddiy suvimizda elektron o'tkazuvchanlik kam bo'lganligi uchun miximiz uncha zanglamagan. Buni tajribada ko'rishingiz ham mumkin. Ikkinchi probirkamizda natriy xlorga solingan mixni ko'rishimiz mumkin. Bunda elektr o'tkazuvchanlik yuqori bo'lganligi uchun korroziya kuchliroq. Mana buni korroziya ko'p uchragan. Uchinchi probirkamizda bu yog'ga solingan mix. Bu hech qanday jarayon ketmagan. Bu yog' kislorod kirishini himoya qilib, miximiz zanglamagan. Bu ingibitor vazifasini bajargan. Bu jarayonda biz miximiz zanglamaganligini, ya'ni yog' ingibitor vazifasini bajarganini ko'rishimiz mumkin. Ingibitor reaksiya tezligini sekinlashtirib beruvchi modda hisoblanadi. Buni hayotiy misollar bilan olmani kesganimizda tez qorayib qoladi. Bunga limon kislotasini olma yuziga surtganimizda olma fermentlari bilan birgalikda qorayish sekinlashadi. Buni ingibitor deb ham atasak bo'ladi.